Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bizni Toshkent yo'nalish bilan Moskvaga, Vladimir, Chipaksal va Nijniy Novgorodga ketmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun davlat tomonidan qo'yilgan qonuniy avtobus reyslarimiz aynan siz uchun hamda Toshkent yo'nalishi bilan Kazanga, Namichniy va Nijniy Kamskga ketmoqchi bo'lsangiz, unda bizning kompaniya aynan siz uchun. Bizning kompaniya sizga kafolatlaydi, ishonchli xizmat, arzon narx kafolati hamda manzilingizga eson-omon yetib olishingizni kafolatlaydi. Avtobusimizda sizga bo'lgan barcha qulayliklar, ikkita monitoring, ikkita kuryer, Wi-Fi va qishin-yozin ishlaydigan konditsioner ham bor. Murojaat uchun ekrandagi raqamlarga murojaat qiling. Manzilimiz Toshkent shahri Sobrahimov avtovokzalida soat 18:00 da avtobuslarimiz jo'nab ketadi. Yana boshqa qiziqtirgan savollaringiz va narx bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga murojaat qiling. Talab adashmang.